Surxondaryoda it bolasini quloqlarini vahshiylarcha uzib tashlagan shaxsning videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Menimcha hammani bitta savol qiynayapti. Bu vahshiylikni sodir etgan shaxsga qanday chora ko'rildi? Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksining 111-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun to'plangan hujjatlar sud organlariga yuborilgan. Bu xatti-harakatingiz ma'muriy javobgarlikka tortilasiz, hurmatli fuqarolar. Ijtimoiy tarmoqlarga ma'lumot chiqarib, fuqarolarni masalan norozichilikka olib kelib, hayvonlarga shafqatsiz munosabat bo'lgansiz, hayvonlarga. Bundan tashqari mazkur holat huquqbuzarning mahallasida ham muhokama qilinib, yig'ilish ishtirokchilariga hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'layotgan shaxslarga qonunchilikda jazo choralari mavjudligi keng tushuntirildi. Ming bor uzr so'rayman, kechirishlaringizni. Mingdan ming xursandman.